Hosila bilan soat 12da yotoqxonani oshxonasida buldoq. Okay. Bu oshxonaning ko'rinishi. Nimaga ayni 12da qolamiz? Men qornim 12da ochmadi. Prosta soat 12da bu yerda hech kim bo'lmaydi o'sha uchun. O'zi qozonchada qilinadi, lekin biz skorodga qilamiz, chunki boshqa narsa topganimiz yo'q. Demak, suv solinadi, keyin buldoq yoqiladi. Agar adashmasam, bu shunaqa qildi. Men bilmayman lekin qanday qilish. Xo'p, men bitta Короче, ustida 2 soat o'tirdim, qanday ishlarkan debdi. Оказывается, ustiga buni skоворodkani qo'yib, keyin ishlatish kerak ekan. Shunda ishlarkan. Buni qanaqadir sensorlari bor ekan. Xudo, ishladi. Mana shunaqa buqirlab chiqish kerak. Buqirlagandan keyin уже bitta tuxum sarisi va shimmoq bo'ladi. Tuxumni chaqib, men endi tam tri turganini yoqtirsanglar, alohida qovuraverasizlar. Agar tam qaynab, makaronida bilan birga bo'lib tam maza bo'lgan yoqadigan bo'lsa, mana bunday prosta aralashtirib tashlash kerak. Aralashtirib, ikkalasini yana qaynashga qo'yish kerak. Pishdimi yo'qmi qattan bilsa bo'ladi. Yeb ko'rishdan tashqari, albatta. Bundoq olib ezib ko'rasizlar-da. Agar o'sha ko'rganda ham qattiqroq ezilsa, demak hali pishmagan bo'ladi. O'sha uchun hali bu qaynashi kerak edi, 2 minut yoki 3 minut. 2 minut bo'ldi, уже pishdi. Yana qattan bilsa bo'ladi. Prosta olib bo'g'choq. Doq ko'rsa уже сразу kesilib ketadi ish qilib. Endi buni prosta shunday turganiga solsa bo'ladi, ana periprava balovatlarini yoki suvni o'zi kam suv solganda, mana ozgina suv chiqdi, o'shanisini to'kib tashlab, keyin qilsa ham bo'ladi. Menga endi suvni to'kib tashlagandagina o'rgating deyishgani uchun suvni to'kib tashlaymiz. Menda oldin ham qilganim bor ekan. Tipo to'kyapman, bitta qo'limda kamera, bitta qo'limda skorodka, hozir hammasini to'kyapman, так что to'kib keyin ko'rsataman. Suvni to'kvordim, lekin ozgina tagida qoldirdim yana, chunki peripravasini qo'shganda, aralashtirganda ta'mi yaxshiroq chiqishi uchun. Lekin men qaynagan tuxumchalarni qaranglar. Вообще четко. Keyin peripravani qo'shayotganda bitta joyga kamochka bo'lib qolmasin, iloji boricha mamdu sepib qo'shish kerak. Kamochka bo'lsa keyin aralashtirish ham qiyin bo'ladi. Sepib borib, darrov suv bilan aralashtirish kerak. Mamnaq achchig'i bor. Normal holatda mamncha solsanglar yetadi. Endi men achchiqni yaxshi ko'rganim uchun hammasini so'radim. Buni o'zi suv qo'yganiga bitta joyga solib, keyin bunda aralashtirib olsam normalno. Aralashtirgandan keyin примерно shunaqa ko'rinadi. And this is the final result. Tuxumni ta'mini qilsam yana ham shirin bo'ladi. Lekin sir, o'shanga o'xshagan qisir, yana nima bor edi? Kolbasa emas, boshqasi o'rtoq bor edi, sosiska, o'shanaqa narsalar qo'shsa ham вообще cho'tka bo'ladi. Prosta endi men hozir u narsaga pulim bor edi, prosta olmaganman. Shuncha terlab pishib oqadi deb endi maza